Kech uylanish nima zarari bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda prostata bezida muammolar kelib chiqishi mumkin, chunki regular jinsiy hayot bo'lmaydi. Keyingisi qizlarga qiziqish kamayishi mumkin balki, uylanishga qiziqish kamayishi mumkin. Urologiya uchun buni eng asosiysi prostata bezidagi muammolar. Ya'ni kech uylanadi, prostata bezi yaxshi bo'shamayapti, ichida sperma, ya'ni eyakulyat, chunki biz chiqaradigan sperma suyuqligimizning katta tarkibiy qismini prostata bezining suyuqligi tashkil qiladi. Mana shu prostata bezida dimlanish bo'lib turadigan bo'lsa, keyinchalik surunkali prostatit kelib chiqishi mumkin. Ya'ni prostata bezining ichidagi o'sha suyuqlikni ham kerak bo'lsa, ortiqcha keraksiz organ uchun, organizm uchun desak bo'ladi, keraksiz moddalar bo'ladi. U narsani chiqarib turish kerak doim. Va buni natijasida kech uylanadi, regular jinsiy hayot yo'q, undagi stresslar, undagi depressiyalar, undagi psixologik o'zgarishlar ham shuning orqasidan kelib chiqishi mumkin. Ilmiy izlanish o'tkazilgan, ya'ni muntazam jinsiy hayotda yashaydiganlar va yashamaydiganlar o'rtasida va doim jinsiy aloqada yashaydigan erkaklar psixoemotsional holat ham ancha yuqori bo'lgan. Muntazam jinsiy hayotda yashamaydiganlarda bo'ladigan bo'lsa, stress, depressiya. Buni hammasi prostata bezidan sperma chiqishi, prostata bezining bo'shashi bilan bog'liq.